Hurmatli do'stlar, navbatdagi mashinamiz Nexia 3. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq, kraskasi toza, avtomat. Balon 100% holati, toza kraska. CC monitor qo'yilgan, avtomat, evakor polik tashlangan, tablo tuning qilingan. Ko'rasizlar holatini do'stlar. To'rtinchi pokoleniya gazi bor, ABS bor, konditsioner, polni lyuks. Akkumulyatorlari yangi ekan. Holati zo'r. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, avtomat Nexia 3'imiz. Narxi 8600. Sunnatiga o'tib beramiz.